Dasturimiz davom etadi. Mamlakatimizda har yili an'anaviy tarzda may oyining 3-yakshanbasi O'zbekiston Respublikasi Konchilik va metallurgiya sanoati xodimlari kuni sifatida keng nishonlanadi. 3-gidrometallurgiya zavodi muhandis-konstruktori Husan Nurnazarov bayram sovg'asi sifatida o'zi mehnat qilayotgan korxonaning maketini tayyorladi. Antiqa ijod mahsuli haqida muxbirimiz lavhasida bilib olasiz. Navoiy metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyatiga qarashli 3-gidrometallurgiya zavodi faoliyat boshlaganiga 30 yil bo'ldi. Oltin zavodi nomi bilan mashhur korxonada nafaqat fidoyi konchilar faoliyat ko'rsatadi va ular tomonidan yiliga 10 million tonnaga yaqin oltinli madan qayta ishlanadi. Vagonlarda tashib kelinadigan tonnalab tog' jinslarini maydalab, quyiltirib, suyultirib, qimmatbaho metallga aylantirish jarayonida zavoddagi har bir sexning o'z vazifasi bor. Bir so'z bilan aytganda, bu yerda kecha-kunduz tinimsiz hayot qaynaydi. Muhandis-konstruktor Husan Nurnazarov ana shunday katta zavodda ishlayotganidan faxrlanadi. Korxonadagi qizg'in mehnat jarayoni unga ilhom bag'ishlaydi. Zavodning sex uchastkalari, stelalari, Uchquduq tumaniga kirish yo'lidagi 3-gidrometallurgiya zavodi emblemasi muallifi Husan aka jonajon korxonasining 30 yilligiga hamda konchilar kuniga bag'ishlab yana bir ijod namunasini yaratdi. Endi asosiy bu yerda metal qismlari ko'proq metal rang berilgan Formix degan material bor. Bu Formix materiali maketlarda ishlaydigan detallarni ko'rsatadigan material bu. Toshkentdan olib kelinadi, o'zimizda uncha topilmaydi. Unga har xil ranglar beriladi. Masalan, metal qismiga metal rangi beriladi. Masalan, inshootda o'zi binolar qismiga mana bu o'zimizning binolarimizda zavodda qanday rang bergan bo'lsak, shu rangga holatiga keltirib bo'yalgan bo'ladi. Husan Nurnazarov yaratgan maket zavodning haqiqiy hajmidan 400 baravar kichik. Aslida zavodning hududi shu qadar kengki, bir sexda ishlayotgan ishchi ba'zida ikkinchi sex qayerda joylashganini bilmasligi mumkin. Husan aka esa ana shunday ixcham maketi bilan shu yerda ishlashdan g'ururlanayotgan ishchi xodimlarni sevimli ish joyi bo'ylab sayohatga chorlaydi. Endi bu maket Uchquduqda o'tadigan bayram va sayillarda ham eng qiziqarli ko'rgazma sifatida namoyish etiladi. Maketimizda razmeri 1,5 kilometrga 8 metr degan bo'lsak, o'zini razmeri shunchalik kichkina bo'ldiki, hozir birga 400 masshtabda 1.6 ga 3.6 razmerga keltirdik. Bu asosan birinchi o'rinda zavodimizni ko'rsatish bo'lsa, ikkinchi o'rinda masalan yoshlarimiz kelyapti. Hozir institutlarni bitirib, yoshlarga to'liq tushuntirish juda ham oson bo'lishi uchun ham ular kelib zavodimizda mana rodamiz birinchi sexdan olib poyezdgacha ko'rsatilgan. O'sha poyezddan roda kelib tushib to bu yoqdan mahsulotgacha bo'lgan masofasini ko'rsatish uchun oddiygina yo'lda ularga tushunarli bo'lishi uchun maketni taxlaganmiz. Husan Nurnazarov konstruktorlik byurosining asosiy vazifasi zavoddagi har bir yangilik va innovatsiyani loyihalashtirishdan iborat. Byuro mutaxassislarining chizmasisiz bir detalni ham zavod sexlarida yangilik sifatida o'rnatib bo'lmaydi. Meni ishlaganimga 20 yildan oshib ketdi. Ana mana loyihalash konstruktorlik byrosida ishlayman. Asosiy ishlarim men o'zim arxitektura, Samarqand arxitektura institutida tugatganman. O'shandan ko'proq ijodkorlik bor menda. Buni direktorimiz juda yaxshi bilgani uchun shunaqa ishlar menga topshiradi. Uchquduq yo'lida GMZ emblemasi tepalikda turibdi. O'sha tepalikda meni proyektim bo'yicha qilingan. Qahramonimiz o'zi ta'kidlaganidek, keyingi yillarda kombinat tizimida amalga oshirilayotgan yangilanishlardan hayratlanadi va kuch oladi. Bir so'z bilan aytganda, unga yaratuvchanlik va bunyodkorliklar ilhom beradi.